Ama ya assalomu alaykum rahmatulloh. Sizlar charchamayapsizlar. Bugun 22 avgust desam. 22 avgust va biz tog'ga ketamiz. Hozir yuvib keyin gaplashamiz. Xo'p, biz tayyormiz. Ham akam Xo'p, kichik chimyon. Pasayib turing, gapirib oling. Bugun kichik chimyon ketamiz. Это мой брат. Akam bilan kichik chimyonga chiqamiz. Biz O'zbekiston kelgandan beri вообще tog'ga chiqqanim yo'q deyarli. Походga, kakskida o'shanga men birinchi boshqa berishga mana kichik chimyon bo'lib tursin, keyin уже sekin ketaveradi dalish. Залетели propan. Keyin ketaveramiz spokon. Все, maksimalni заряженныйmiz. Hozir yo'lda suv ichib ketishga bu. Yana bochkaga kirib, anaqa olib ketamiz. Dunyodagi eng toza jentra bu. Hali yana bochkaga kirib, yana suv bu yoqda olib ketishimiz kerak, bo'lish kerak. Это уже по дороге, немного будет. Atrofda уже горы. Слева горы, справа горы bo'yasib уже. Ozgina qolgan bir sayga ketamiz. Amaslayda hozir anaqa qilamiz. Bu choqaloq bilan choqaloq olamizda. Потом sekin chiqib ketaversak bo'ladi. Tak, mana bunaqa endi vid bilan hozir ovqat yeymiz. Xo'p, yetib keldik. Вот bizni pakarit qilishimiz kerak bo'lgan tog'. Xudo xolisa, balkim keyingi hafta, keyingi oylarga, yili keyingi qanaqaligi Balshoy-Chimganga chiqadigan bo'lamiz. Balshoy-Chimgan ham yomon magnit qilyapti o'ziga. Mani pakarit qilinglar deyapti. O'shanga bu safar kichik chimyon, xudo xolisa, такой путь вам покажем, каким он будет, таким и покажем. Supuli oldik, hamma narsa nagotове. Ana bor, panamki туды-сюды. Оператор тоже готов, и все, мы готовы. Чисто по-садовому шуршит большой черный джип. Губовские движения. Birinchi marta akamiz chiqadi bu yoqqa. 1,5 soat, 1 soat, 2 soatda chiqargan sinf tepasiga. Javob qilmagan anaqa emas ekanda. Xudoga shukur shunga vlog unaqa uzun bo'lmaydi. Inshaalloh. Hammaga shunaqa yo'lda. Anaqa yo'lda. 5 минут дороги. И вот антюр подвиж. 1 километр подвиж келиш. Идем дальше. Ой, чайнлин. Чайн kirdi ko'ziga ozgina. Endi mana popkasi ketib turadi. Tepaga chiqqan yaxshiroq deb bo'ladi. Mana Balshoy-Chimgan. Tak, yarim soatcha bo'ldi chiqayotganimizga. Orqamda Balshoy-Chimgan. Bittalarga qarang. Вот, anaqa kanyon. Kanyon nima deydi? Перевал. Nima. Yarim yo'lga keldik. To'g'rimizda Balshoy-Chimgan aytganimdek boshida ko'rsatdimi? Nasib o'sha yoqqa chiqamiz xudo xolisa. Hozircha Balshoy-Chimgan zavq his turadi. Endi anaqa keldik-ku. O'zbekiston keldik-ku deyarli. Вот, pastga qarasanglar ham ancha yurib qo'ydi o'zi nasamda deylik. Вот, yarim yo'lga keldik. Xudo xolisa, yana ozgina yo'l qolmadi. Yarim yo'ldan o'tib bo'ldi. Tepa juda серьезный anaqa крутость. Mana bunaqa fuslarining chiqishi juda крутой. Просто pastdan chiqib kelyapmiz. Toshlarni ushlab. Xo'p, 1 soat bo'lishi kerak yurayotganimizga, bir 1 soat. Oz qoldi. Rivayet hozir. Xo'p. Hozir mana Mamitdan shunday oyoqqa ustiga chiqsam, vid ko'raman men. Hozir ko'rmadim. No, mana oxiriga keldi deyarli.
Bu tarafini o'sha ko'rib to'y bo'ldik deyarli. To'y bo'ldik ham emas. Subhanalloh, qaranglar go'zalligini manzarani. Mashalloh. Tabiiyala Robbim o'tkazdiman. Mana periodini ham chiqarib qo'yaman. Mana shunaqa narsalarni ko'rgandan keyin odam hayotini qadriga yetishi boshlaydi. Har bitta mayda qotgan narsasi ertalab turib uyg'onib, shundoq kranni ochib suv kelyotganini ko'rib, odam hayotida nima qilishni boshlaydi, shukur qilishni boshlaydi. Shunga maslahatim kelib turinglar mana shunaqa joylarga ham. Endi faqat Xitoyda video otganda aytishim mumkin edi. Xitoyda sanit, ana O'zbekistonda ham xuddi shu. Bu tag'in oson joylari. И вот, foydalaninglar vaqtinglardan. Молодой bo'lsanglar, qariyalar ham, nechta qariyalar ham ko'rdi hozir. Inostranslarni. Xullas, yosh tanlamaydi. Qanday mametilarda, mametilar ozgina bo'lsa, motivation bo'lsa, shu mana mashvitsligi Pakaryonning. Xo'p, hozir reactionimni ko'rasizlar. Akam olib turibdilar, men bu tarafga olaman. Tak. Bismillah. Voy, mashallah. Voy. Mana. Voy. Bada. Hamma qaranglar, subhanalloh. Mal ichimgan Pakaryon. Bu yoqqa o'giring. Tuxumimizga harakat qildi. 2099. Qarashimni uzib ketibdi. 2009 sal tepara ko'taring. Tepara yana. Bo'l 2100 metr endi Pakaryon. Tepasida o'tiribmiz. O'sha только nima bolalar? Qaysi sharsharaga uchmoqchimiz? Bu yerda ko'rib bo'ldik, plus minus nima qanaqa atrof, qaysi sharsharaga uchmoqchimiz? Orqada uchurga paketdi ham ol. Mana qilib ketgan akalarga ming bor rahmat. Hali yo'lda hozir ham duo qilamiz, yo'lda ham duo qilamiz. Sog'lom taomchilarga ham kattakon rahmat. Sog'lom taomni shunaqa chiroyli manzarali joylarga yetkazib beryapsizlar va bu yerda menimcha plastiklarni yer yutib borib, o'zidan bitta Lipton o'sadigan daraxt o'sib chiqsa kerakdir bu yerdan bitta. Hammaga kattakon rahmat. Agar sharsharaga boradigan bo'lsa, vlog davom etadi. Agar sharsharaga bormaydigan bo'lsa, yo'lda akam aynaydigan bo'lsalar, Kim aynaydigan bo'lsa, vlog tugaydi. Shunga hozir yoki perexod bo'ladi, yoki-da tugadi degan yozuv chiqadi. Tak, sharsharaga chotki borar ekanmiz. Вот yo'l boshlab oldik. Ana tepadan sekin tushib kelamiz. Endi faqat pastga tushlar ekan. Tropinka bo'yicha yo'l bilmaymiz ham, просто tropinka bo'yicha tushib kelamiz. Tropinka bo'yicha просто tushib kelamiz. Topib olamiz yo'lni. Hozir turistlarni ko'rdik, 40 minutlik yo'lda deb yoqqa. Sharsharaga. No, pastda chimgan endi chiqib ketganlarni ko'rganmiz. 2 soatlik yo'l olib ketishganda, biz 1 soat u 6 minutdan chiqdi tepaga. Tepa eshikdan chiqib qolibdi. Tepasini ko'rdinglar, 2099 metr. Tak, 10 minut. Pastga tushishim mayli, pastga tushishim oson. Mandaqa joylarda hali tepaga chiqish o'ylab chiqish kerak. Hali charchab, cho'milgandan keyin odam. Voy, lekin vidga masallah gap yo'q. Tasvir o'tishi go'zal. Zo'ramiz. Так, mana yerdan suv oqyapti. Это что значит? hayot bor. Hayot bor degani bu. Ne o'zbekcha gapiroz. Baluli bor, qara. Ichida qani baluli qayerda bor? O'zbekcha chiqib ko'rgan qanaqa qolar ekan? Yo'q, rahmat. Siz kelib bersangiz chiqamiz. Biroz mana yerda suv bor. Desam bo'lmasam chiqib. Suv normalniy hozir. Yaxshi, mazasi ham normalniy. Shunga to'g'ri ketamiz. Yo'q, pulni просто. Почти keldi, menimcha почти keldi, chunki o'sha suv ovozi, sharshara ovozini eshitib boshladi. Va sharshara bo'lsa, suv ovozi ekan. Suv ham o'sha mana ribot, suv ham anaqa emas. Kam emas, ko'p. To'g'ri oqyapti, mana qaytadan ham tushyapti suv. Ozgina qoldi, sharshara oldiga bor. Videoni boshida ichim yoki oxirida ichim kerak bo'lgan gap qoldi yetib ketaman.
video передавать qila olmaydi bu narsani. O'zingizga ko'rib ketishingiz kerak bo'ladimi? Men shunchaki sizlarga gid bo'lib beray. Qayerga borish, nima borish kerakligini bilishingiz uchun. Вот suv. Arsirga mazgina qoldi menimcha. Bizlar Perikus taksisida chek. Nima ko'p narsa olmaganmiz, просто cho'qalashga. Xurmo oldim. Turshi oldim. И bruni olganmiz. Вот akam spoiler qilib qo'ydilar. Bruni olganmiz. Aytdi bo'sh baklashkalar. Biz tashab ketamiz deb o'ylamanglar. Yomon primer olmanglar. Men baklashkalarni tashab ketmayman. Hammasini terib o'zimiz bilan. Вот bruni. Kim ko'tardi? Archoqlar oldi, prosta. Endi darsh ko'p qolmadi. Qolmadi dedim. Ko'p qolmadi. 10 minut qoldi shekil. Chalaytib boramiz. Faqat noto'g'ri qilib qo'ydik, chunki adashib qoldik ozgina. Hozir oldimizdan chiqqan birinchi va yagona vodopad mana ma'lum bo'ldi. Shu. Lekin bolalar bergan o'yman arin. Bolalar bergan joyi как будто бы botmas edi. Ay, subhanalloh. Da arildan qo'rqaman. Yetishishim kerak. Bilasan, tepaga bordik, mana Mametlargacha bordik-da biz. Ajab botmas. Mana mana yoqqagacha 100% bordik, lekin mana yoqqacha. Masjiddan keyin u atrofga qarasak hech qanaqa suv yo'q. Suv mana masjid. Bu yoqqa qatdan suv kelyapti, bu yerdan kelyapti, lekin o'ta juda kichkina vodopad ekan. Oldiga o't bo'lmaydi ham. Yana atrofdan yurishni biladigan joylar ko'rganimiz ham yo'q. Odam yursa nima bo'ladi? Odam yursa g'alaba chiqadi. Hozir keyin izlab bo'ladi. Shunaqa yo'q bu yerda. Shunga mana shu bo'lsa kerak vodopad davom etadi. Chiqib tushunmayapmiz lekin to'g'ri. Menimcha endi to'g'ri yo'l topdik. Hozir shuni qilishga harakat qilamiz. Topsak, video tugamaydi. Menimcha kelma. Menimcha keldi, rебят. Qattan bo'ldi kelganimni. O'z 20 minutimizni anaqa qildi, Parishdan ketib borib tepaga chiqib, tepaga chiqib ketdi. Ma'lum bir to'la mashaqqa suv qaqayotganini ko'rdi. Kelganimiz qattan bo'ldi, aytdi, vodopad anaqasi bor ekan, rasmchasi bor ekan. Sen oldiga yaqinlashdim. Menimcha inshaalloh nasib qildi ko'rish vodopad ham. Sizlarga ham ko'rsatib ketish bilan. Xo'p, mana video qaranglar, subhanalloh. Subhanalloh. Odam zot qadam bosmagan joylar zo'r bo'ladi. Odam qo'li tegmagan joylar zo'r bo'ladi. Va borib odamlar hamma narsani ko'p qilishni biladi. Mana shaq o'zi kelguncha bilasizmi, yo'lda nechta musorlar ko'rdik. Ham musorlarni o'zimiz olib yuribmiz biz. Bir tarafdan yaxshi bo'lib ko'rdinglar, olib yurgansiz. Ana buloq suvdan olib oldik o'zimizni. Xo'p, tashrif buyurish fuqarolar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-yanvardagi 13-son qaroriga asosan bazaviy hisoblash 5% miqdorida to'lov amalga oshirish lozim. Вот, mana shu. Mayli, sizlarga spoiler qilmaydi, hozir o'zingizlar bilan ko'ringlar. Mana shu yaqin kelamiz. Mana shu ikkita tog'li qaranglar, ana u ketyapti. O'zkirlashib ketyapti. Mana shu orasiga kiramizda ko'ramiz vodopadni inshaalloh. Mana bu topdi, bolalar kanat dotuvdi. Kanat degan joylar yoki uvani pastda, yoki mana yashil aytishyapti. Mana shu bo'yicha mana pastga tushish kerak. Bizdan oldin kelib ketganiga rahmat shuni. Umringizdan anaqa topinglar, baraka topinglar. Bilas, mana bu keldi vodopad oldiga. Вот. Birinchisi, mana ikkinchisi pastda o'z kerak, ochib ko'ramizda. Mana qaranglar, bitdi. Ushab turabana bo'ldi. Hoppa, mana shu qiyin ekan, mana. Mana bitta hindustonlik bratlar yig'ilyapti. Keldi bizga. Oldiga. Bismillah. Hop keldi. Mana ekan, qarshara. Dal tushmadi. Dalshi ham chiqib ketsa bo'lar ekan, shu yerdan ham yo'l bor ekan, shu yerdan ham yuk ketsa bo'lar ekan. Mana bunaqa troslar bilan sekin borilar ekan. O'z bo'tdan ham bu yoqqa ham tros bilan tushdi, ko'rdinglar. Qanaqa? Mana yashil.
Xullas, вот, приключенияmiz, anaqamiz, safarimiz yoqqacha bo'lsin. Biroz bitta rебята, ko'p qilganiga rahmat. Kelinglar, maza qilinglar, rебята, uyga o'tirib nima bor? Kim bo'la shanba, yakshanba. Mayli, yakshanbani uyga vaqt qilsanglar bo'ladi. Shanba kunni uyda sasib yotmasdan kelib o'zinglar uchun sarf qilinglar, shuni maza qilinglar. Avvalambor o'zinglar uchun bu narsa. Keyin yordam olamiz hozir. Vlog sizlarga xudo xolisa yaqinda chiqadi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ko'rayotganlar, bu ko'rayotganlar bo'lsa xursandman hozir. Kimdir uchun o'tganimni bilish xursand va shuni bilishim o'zi xursand qiladi meni. Hammaga rahmat deb aytdim. Charchamanglar. O'zinglar asranglar. Yaxshilikni ko'rishinglar hammalar.